Bulardi sonimi Navruzchada 50 ming so'm. Bering endi. To'xta bakayım. Maşaq kurursan. Kel. Bak. Uzras qaraysan. 50 ming so'm. Kerakda. Kattalashtiringlar. Men orqada bola kurashdida yana olib kelasizlar. Haydi. Hazır polvon. Kudilgan Bobur polvon. Qaravondan Avaz polvon. Bular so'rimi 50 ming so'm. Arqa, besh qadam orqaga tayyor joy. Turuninglar. Tur. Qibol. Turuninglar, o'tiradigan joy. Bak kim? Ot. Davron buzmagin. Tursina katta polvon. Mana shulardan keyin bo'ldi. Hech kim chiqmadi. Bularga chaqirib kurashtiramiz. Mana shular kurashadi, to'xtatinglar bo'ldi. 100 ming so'm. Qara, Said. Bitta chek bering. Ikkita jo'nating. Oyoq kiyim yechib kel. Oyoq kiyimdan davra kirmanglar. Ashpistalli palvon bilan 54lik palvonni zoti 50 ming so'm aka, 50 ming so'm yana qo'shib 100 ming so'm o'ynab olishinglar palvon. Hey yaşa. Assada. Almashtiring chekdi 100 minglik. Pistalli Abdulaziz polvon. Xipchoqdan Jo'rabek polvon. Endi halol. Bularni solimi to'yxonadan Asirboy Kosondan Tulinadan Shahriyor polvon. Bular solimi 50 ming so'm. Ey qiborsan. Yugur. Javohir polvon. Go'rakdan. Qulotdan Shovrux polvon. Endi katta polvonlar bor-ku, Koson kurashmaydi. Kim bor? Javohir hech kim yo'qmi? O'tiribdi. Kel, ana, sen buyoqqa kel. Mana shuna bittan kel. Bo'ldi, o'zim chaqir kurashtiraman. Bitta shuna kel. Kel bittan. Siz Qamashdan Quvonch polvon. Kosondan ham Quvonch polvon. Bular solimi 100 ming so'm. Yozing chekkani. Navruzchilar nomidan 100 ming so'm. 86-85-yilda qasamlar bo'lsin. Bularning yaxshi kunlar bo'lsin. O'g'illari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Hozir. Kurashmaysanmi? Bo'ldi. Kurashmaysa majburlamaymiz-da. Mahalliy polvon. Qishloqning Misli polvoni. Zuhriddin polvon. 54-Sovqizdan Koson 54. Saror polvon. Bularning solimi Navruzchilardan 100 ming so'm. Halol.
Yo'lakdan Zohid polvon. O'zimizning Kosondan Javohir polvon, O'zbekiston chempion bosh yigit. Yoshlar terma jamoa a'zosi. Bitta qarsaklar bo'lsin. 200 ming so'm. Chek hozir, mana shu o'rtaga kurashinglar. Jo'nating ikkita. Ikkita kichkinachalar. Pulvodan Faxriddin polvon. Sindar polvon, Pulg'adan bo'lardi. Bushbakol bormi? Said, masha chakkaga kurash tishiladi 50 ming so'm bor. Yugur. Ular uzoq olishdi. Sindor polvon halol qildi. O'tib kurash. Sindor polvon halol qildi-ku, halol. Kim bu? Mahalliy polvon, Sarvar polvon. Sayatdan Sulton polvon. Ularning solimi Navchada 200 ming so'm. Yaxshi o'yin qilsa ko'taramiz. Bitta o'rtaga tutib berasizlar. Azdaka, yo'q, bir keling Azdaka. Bir o'tiribdilar bo'ldi. Azdaka bir keling. Hurmatli polvonlar. Kurash bo'yicha xalqaro toifada hakam Aziz Shonazarov kelganlarda qarzlar bo'lsin. Azdakani aytgan degan bilan kim Azdaka aytganini kurashadi. Bo'ldi endi. Tushunarlimi? Azdaka uchrashadi. Kim polvon bo'lsa, Azdaka qarang o'zi. Bundan odam yiqitadi. Keling. Sherzodga chiqarmadi. Ha? Sherzodga telefon qilyapti. Ha, Zafar polvon Yakkabog'dan. bo'ladi. Go'ratan Javohir polvon. Aytsam ko'rmaysiz ekan. O'sha yoqqa yugur. Burchakka bor, o'sha burchakka. Tomoshabinlar oldiga. Ikkita jo'nating. Ikkita. 100 ming so'm bo'ladi solimi. Bitta chek bering. Keling. Yana bitta chek olib 100 ming. Bigal polvon Kosondan Las bola mushqardan bo'ladi solimi 100 ming so'm. Mana shu opalar oldiga olib boring. Bo'ladi. Solimi bering. Sarar 54 dan Asillar Kosondan. Bo'ladi solimi. O'rtada. Ulxon polvon Kosondan. Mahalliy polvon Asilbek polvon. Gulbodan Sherzod polvon. Ularning solimi 100 ming so'm. Mana yaxshi burchakka borasizlar. Shortga kelma. Shortingni yechib kel. Qara qancha
onajonlarimiz tomosha qilyapti. Shortga qo'ymaylar. Ishtonga kelsin, mayli tirikaga ham qo'yamiz. Hozircha bolasini bil ishlating. Bularga nech bo'ldi? Qancha bo'ldi? Qaranglar. Bularga tur qursiroq berasiz. Ikkalasiga tur qursiroq berasiz. Tik quchoqlashadi. Majburiy quchoqlash bular. Visi bir xil. Quchoqlashsin. Visi bir xilda quchoqlashadi. Allah zotini bering. Mana. 50 ming so'm do'lan. Ikkita jo'nating. Bushmakol bormi? Bo'lmadi, oz qoldi. Pudradan Quvonch polvon. Hozir bitta yiqitdi, uzoq kelyapti. Kim bu ish? Paras qaniki? Sultan Murat bilan Sayotdan, Qo'shu Pudinadan. Bularning solimi 200 ming so'm. Nurdin aka. Mana chakka kurashtiring. Ikkita jo'nating ke. Qanaqa naga? Maqan. Olovlarga so'rab bering. Ko'p kurashgan bola so'rab bering. 15 minut qarab turingizda 15 minut so'rab berasiz. Bizni to'g'ri keldi, quchoqlashtiring. Keling. Quchoqdan Jo'rabek polvon. Pudinadan Rafael polvon. 150 ming so'm so'lab bu. Chakkaga urasizlar. Shu burchakka kurashtiring. Yana bitta tarra jo'natinglar. Bularni o'zgina bu tarafga torting, boshqa ikkalasi tiqilib qoldi. O'rtaga olib chiqing bular. Biz duosi bu hammasini.
ikkita jo'natinglar. Ikkita polvon. Polvon zotini bering. Asadbek polvon Kosondan, Asadbek polvon Yakkabog'dan. Ularni solimi? Ey, cho'p. Qarang 100 ming so'm. Jo'nating ikkita, tez keling. Hozir katta polvonni hammasi kelyapti. Yo'lga Kosondan kelib 5 kundan kurashdan kelyapti. Tez yugurib kel. Hozir ikkita polvon jo'nating. Halol polvonni bering. Boshida ko'rashadi. Mashq qishloqda. Bularga zot qo'yingizlar, 10 marta kurashtiraman. Hammasi mablag'ga, iqtisod, keyin siyosat. Keling. Ikkalang bir joydan. Aziz aka. Ikkita bir joydan bo'lmaydi. Endi iloji bor boshqa tuman qo'yingizlar. Kel. Bu mayli, kel, ikkalasi. Bo'ldi. Ha. O'tirtiraylik jo'nat. Borib tur hozir kelasan. Borib turgin. Bor ikkalang boshqa paratovga kurashtiramiz. Hey, boramay chiq. Hey, chiq. Qayerdansan? Bulatdan. Bo'ldi, o'tiraman. Azaka hammasini oling. Bo'ldi, chiqinglar. Chiq. Hey, chiq. Chiqib. Palvon. Kurashda qo'l qo'yarish, eshiting. Qo'l qo'yarish tanbeh bilan. Meni qarang, ikkinchisi dakki beriladi. Men qarangda, uchinchisi xurrom beriladi. Agar siz 3 marta qo'yargan bo'lsangiz, men qarang, g'alabani beramiz. 2 marta qo'yib yubordik. Eshiting, bitta gapni eshiting. Eshitingiz ikkalangizga bir xil. Qarab keling. Eshiting. Bitta qil. Hali belvodan kurashasiz. Kurashtiring. Agar qo'l qo'yarsa zotini beraverasiz. Qo'ying. Bu qo'lim qartoladi. Belvoqamni men o'tkarish kerak. Hamda ular tushib ketyapti-da bular. Ular tushgandan keyin priyomga kiradi. To'g'rimi? Yiqitguncha kurashtirishlardi. Ikkita jo'nating. Azaka. Azaka ikkita polvon jo'nating. Tez. Kel. Yugurib kel. Chatang yechib kel. Kelamiz, yugurib kel. Kosondan Begali polvon. To'lg'adan hosil polvon. Bo'ladi solim 100 ming so'm. Mana o'rtaga bor Nurdin akaga. Kel ikkita yana. Yuguring ikkita. Meni ham qo'lim kalta bo'lganda. Kalta bo'lganimiz aka shundayda o'zi. Tepa chiqar qo'ling. Tepa chiqar. Sen ham chiqar. Men chiqaman qo'lim tepasi. Ikkovdan tepaga chiqar. To'xta. Bu sen ham chiqar. Qo'lingizdan chiqar. Yana chiqar. Birinchi ushlashda. Tushirmay ikkalang. Bo'ldi, kurash. Ko'paytiringlar zotini. O'zidan qarab turing. Ha. Ana shunday. Qarang, polvon zotini bering. Yiqildi polvonni o'zi. Mana qansaylar bo'lsa. Davrada yiqilmagan polvonni o'zi yo'q. Ikkita oyada olib turadimi? Yiqiladi, yiqitadi. Bitta qansaylar bo'lsin. Polvon
Aka, o'tir ekanlar. O'tir. Hozir o'tirib tursin. Yo, siz borishga. Sotibda qo'yamiz, siz borishga, olasan. Biz odam yeydigan xarakterimiz yo'q. Shunday kiyib keting, kurashmayman desangiz, sizni qo'yib yuboramiz, ketaverasiz. Qaysi bilan kurashasiz? Kurashaman desangiz kurashtiramiz. To'xtab turing. Qaysi bilan kurashamiz? To'xtaman, ikkovi o'zi qo'l uzatadi qaysi bilan? Siz qo'l uzatma. Qo'l. Sizga qarang, 5 minutmas 10 minutdan. Tushundingizmi? Yo'q. Yo'q, ular muxlislar ko'pda. Hayajon bosadi polvonlar. Ota-onasi borgan bola misolga kurasholmaydi-da. Shuning uchun o'rtaga kurashadi. Olib keling. Keng ikkita. Hozir ikkita jo'nating. Bular solimi 300 ming so'm. Mavrcha hisobida 300 ming so'm. Qo'shaman deganlar bo'lsa, kassa ochiq, kassaga kelaveramiz. Hakkam bu. Ushbakol bormi? Bo'shmiz. Ayronshdan Shamshod polvon. Lazikola 54 dan. Bular solim 50 ming so'm. Chekka bor, choy yugurib bor. Nima bo'ldi? Halol. Polvon solimini bering. Turg'izib qo'y. Bo'lmasa odamlarga ko'z tegmasin. Qara-qara chiroy toshi qilib turibdi. Ikkita jo'natamiz. Ne bo'ldi? Bitta qarsoqlar bo'lsin. Halol degan qarsoqlar bo'lsin. Kitoblik polvonga halol. Zotini bering. Bo'ldi, ishda kurashdaydi, majburlamaymiz. Mirodulla polvon, O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni. Bitta qarsoqlar bo'lsin, Qaboshidan. Shohruh polvon, O'zbekiston chempioni. Yana chiqqan yo'q hali. Hozir xodim bu ishlaydi. Ularni solimi. Bittani yiqitdi, chiqdi. Turizmsin. Navruzchilardan. Bularni chakka kurashtirib o'ting mashq. Avashda yoshlar polvon. Iskandar bilan Kosondan. Bularni solim 300 ming so'm o'rtaga kurashtiring, keling. Uchun Mirzohid Farmonov chiqqan, Olimpiada ishtirokchisi Go'lakdan. 5 ta qizlar chiqqan. To'lataga degan trenerimiz bor edi. Butun Qashqadaryo O'zbekiston qizlarini ta'minlagan. Bitta qarsoqlar bo'lsin. Zohid polvon, Koson Go'lakdan, Alisher polvon, Kurdaradan. Voy yashang. Bularni solimi Navruzchilardan 300 ming so'm. Mana o'rtaga boring. O'rtaga. Keling. Kurashimiz qanday bo'lyapti? Qarsoqlar bo'lsin. Buni intizomli, bunaqa insonlar qarang, bironta ifta o'tib kelmagan. Hali bu tarix bu. Yashang. Rahmat chiqishlar odamlariga ham. Hali bo'lmasa odamlaridan faqat bitta narsa bo'lyapti-da. Palvonga shunday palvonlar tarbiya bo'lsin, shunday o'g'illarimiz davrada kurashsin. Bu maqsad davrasida har qanday odam kurashmaydi. Davraga chiqib kursangiz, oilasi qaytarib qoladi. Solimlardan
Kasangiz pulini daromadingizni pulini Yer yig'sin. polvonga chiqaman. Birinchi savol. Bu mana o'zi bu bilan biznesni qarashim kerak. Yo, o'zim chiqarim shu. Bu daxilga qo'yib qo'ydim. Kosan sentrida. Bolalar olayib talish bilish qilib. Ana bola pulinadan. Navchilar hisobidan pul yozmaysan. Voy yasha! Nasha kurashamiz. Mana hojibola oldiga. Kasblarga qarab turadi. Mana. Necha bo'lsa hisob beramiz. Mana sezotlarni oling mana yuqoridan Ajr qilsangiz bo'ladi. Ha, bu kim ekan deb qo'naman. Qo'shib beramiz. Necha hisob yo'q. Endi kosan kurashmaydi. Barakatasi omida keldi qanchalik bo'lsin. Keling kasal oldi Obidjon. Ovoz qattiq chiqyapti. Obida keyin davranni hayajon bosayotganda 200 ming soat hayajon o'tib ketadi. Martinsada 261 ketadi. Arva endi men gapiraman. O'zbekistonda shukur atadigan choyxonani kattasi Bayramali polvon hisobida 200 ming so'm solim atalishi Navro'zga. Bir choyginada o'tirib ketgan pastga tushirib. Bu yigitlar bir o'zi o'tkazib yuboradigan bunday kurashlar yigitlardan. Ikkita jo'nating, keling bayram akasi. O'tirib turing. Kurashaman desa, aka soltingizni beramiz. Rufat. Tushundingizmi? Rufat. Akamiz hisobidan ham 200 ming so'm solim qo'yildi. Keling vaqt aka. Yugurib kelamiz. O'zi qani o'zi? Kosonda Ilvi polvon. Barkama avlod musobaqasining sovrindori. Laz bola Mirishkordan. Bularni solimi 200 ming so'm mashq qilamiz. Qo'shamiz ustiga hozir. Olon kel. Go'rak polvon bu yoqqa. Go'rak polvon chaqiring bu yoqqa. Men qarang. Yusuf aka. Bularni Yusuf aka bir minutga keling bu yoqqa keling. Polvon bu yoqqa keling. Ya, mana polvon bu yoqqa keling. Polvonga anaqisin travma oldi. Polvonlar, razmin qilinglar. Eng yomon narsa bo'yinga qadalish. Sportda birinchi o'ringa turadi u narsa. Qo'ling sinishi mumkin, boshqa travma ketaveradi. Tuzalasa ketsa, bo'yin yomon narsa. Endi bizda ligota bor. Borda? Hozir. Besh yil bor. Mana o'zi qarang. Hali 200 mingni Asadjon halalla. Yiqsa berasiz. Necha qilsa bir so'zat bergan bo'ladi. Ikkita yiqitdi bular. Hozirjon tish doktorning puli halal ekanda bitta oldi. Rahmat tish doktoriga. Tish doktorda ham kunlarcha ko'payib. Umar bilan için tovoq olib keling. Kel. Ana shu Otabek aka kel. 11 bilan Ana bu yoqqa. Keling, siz o'tib. Qo'yvar. Hatta domlasan surat qo'yib qo'yamiz.
Maktab o'quvchilari chiqmadi. O'zi oladi, Kebakka kerak. faqat o'qiydigan bo'lsin. Hozirlarga. Ikkala palvon yana tirama bo'ldi. Ikki Chorashmasak ikkalangan soti yo'q. keling. Tushundingmi? Bilsang ham, buying ham endi qolganini aytmayman. Bir xil. Qichqirsan, sotingni olasan. Agar buyur ikkalasi. Kel. Zotni bo'lib olgan bu tirama bu turadiganlarsa baribir menga hurmat berish kerak hammamiz. Nurdan aka, nima bo'ldi bularga? Qarang, Nurdan aka. Palvonni rozi qilasiz. Keling. Chaqadan Ozod palvon. Dilshod bobo Isavoydan. Bularni solimi. Birovoy sohasida Bularni solimi 300 ming so'm. O'rtaga olib kurashtirasiz. Olib keling. 11 sinf tavoqdan chiqsin. Yigirma minutdan keyin tovuqlar qo'yamiz. Kosandan Shahboz polvon. Yakkabodda Zafar polvon. Bularni solimi 50 ming so'm. Qarang. Bular ko'p kurashdi. Endi o'zi hisobidan qo'ysak ham bo'ladi bular. Zot hammasini oldi. Keling. Otabek polvon. Asliy polvon. Bularni solimi 200 ming so'm. Qishloq polvonlarga bitta qarsaklar bo'lsin. Baraka topingizlar. Mashq o'rtaga kiring. Kosandan. Bularni solimi 50 ming so'm. Mashq o'rtaga, mashq kurashtiring. Azak ikkita jo'nating. Polvon, shuni borda boshqa ishdan kelib ketadi. Buruk kelib kelsangiz biz rozimiz. Shortga qo'ymanglar. Bakma. Zohid 500 ming so'm tovoq qo'ydi. Bo'lmas qishloq uchun. Shu tovoqqa talabgor bo'lsa, kelsin. Zohid. Bunga talabgor bo'lib, Ayronchi mahallasidan Shahzod keldi. Shu polvonga bitta kelsin. Kim chiqadi shunga? Kim? To'lg'ada hosil polvon talab qildi. Mana shu yerda olishasiz. Rashidda zot qo'yaman. Stolga kelib Shahzod. 500 ming so'm yozib qo'yinglar Murod. Zohid nomidan shu. Elbek aka qani? Elbek, bo'ladimki? Yo'ldor. Tashla. Ko'proq otyor shuni yomon ko'rdim. Necha qolding akalang? Bo'ladimi? Rozimisiz akalang? Kel. Hey! Hurmatli kurash muxlislari! Humoyun polvon. Bu yaqinda chempion keldi. Xudo xolasa Olimpiadaga yo'llanma olyapti. Bu ular soqolar o'rtasida ana bo'ldi. Yaqinda 2-o'rinda olib keldi. Olimpiadaga o'zi baliqatgan polvon mashq polvon bo'ladi. Qarsaklar bo'lsin. Shu yigit pistaldan solimini yaxshiroq qo'ying shuni. Elbek polvon o'zimiz Kosandan. Bularni solimi. 400 ming so'm. Bo'ladimi? Bo'ladi. Sponsorlarimizni yana qo'shamiz. Mana shu qaraysiz. Juda xushyorlik bilan qarang.
Shu yigitlar solimiga qishlog'imizda divizyon, montaj ishlari bilan shug'ullanadigan Shahboz degan ukamiz 100 ming so'm zot qo'shdi shularga. Shahboz aka ham qasamsin, rahmat. 500 ming so'm bo'ldi. Bular kim jo'natdi, Nurdin aka? Qayerdansan? Kosonda Rahim polvon. Po'latda Asiblik polvon. Bularni solimi. Nurdin aka. Mash o'tga kurashtiring. Shada odamlarim qarang, faqat polvoncha qolib ketdi. 50 ming so'm. Nurdin aka bering. Ya ikki katta polvon qayerda? Qayerda? Ikki katta polvon. Aziz aka, kattalar jo'nating ham. Kel. Mirabos kel. O'zimizni ham o'ylab istalib ne yo'qdan. Pastdan kaskasin. Ya ilk katta zot bo'ldi hozir. Turizmmi? O'shalarmi? O'ylama. Ya o'ylamasak, yo hal bo'lsa, mana boshlayapmiz. To'xtang. Nurdin aka, bitta to'xtab turinglar, bitta. To'xtab turing. Ishtamiz. Nurdin aka, bir minut to'xtab turinglar. To'xtab turing. Bu sportni variantda bitta narsa. Sportni variant bo'ldi. Ishtamiz. Bizda hech kim xafa bo'lish kerak emas. Bu ham xafa. Buni o'zi tan olib chiqib ketsa halol hisoblanadi. Tushundingmi? Tushundingmi? Chunki bu sportni variantda raqibing haqiqatan yiqildim deb o'rdan chiqib ketsa halol hisob. Osmonni ol ko'rsa halol hisoblanadi. Tushundingmi? Ol kurash ekan. Nurdin aka qarang. Oson olmasa buyuring ikkalasiga. Zoti yo'q. Mirabos polvon. Halimiy Savoydan. Qo'yat polvon, Koson Jizzaxdan. Bularni solimi. Bularni solimi. 400 ming so'm. Kim bakar boş? Nurdin aka. Nima bo'ldi polvonlarniki? Halol bo'ldimi? Ana shuni yiqitsin. Nay Nurdin aka. Mash o'rtaga kurashtiring. Ularni solimi 400 ming so'm. Yigirma minutdagi to'g'rilab qo'yamiz. Onaga qarang. Ular nima bo'ldi? Qishot polvon aylantirib shoshib o'tmang. Ha, bular uzoqqa ketmaydi. Qo'yish soatlikda ko'rasiz. Bularda yo'qmi tog'asi amakisi qo'shmaydi bizga. Qani bir Shu sportkali amakisi bilan qo'shaveradi hozir. Shomirat aka polvon. davraga chiqaron keyin hayajon ketar ko'mir qo'shadi. Shomirat aka qo'shing, jiyaningiz olishyapti. Men jiyanimni olishgan 50 mingmi? Shomirat aka hisobda 100 ming qo'shildi o'sha maktab hisobiga. Shomirat aka bitta qansalar bo'lsin shakaga. Yaxshi telefonga tushiring. Blogerlar kelmabdi. Kassaga keling. Buyurun polvon. Ha, o'rtaga kelgan. Mana shu kurashdan kattalar oldi. Shahruzga. Qani Shahruz? O'tirib turamiz, bir minut o'tirib tur polvon. Ha, Shahruzga bitta kelsin, polvon bormi shunga? Aqalli palonlarga 300 bersa bo'ladi ba'zi. Polvon bitta kelsa yaxshi tavob qo'yaman. Dilshod, qani Dilshod, so'raydi. Aylan, to'g'ri, aylan bera. Katta to'g'ri. Sizlar 300 ming bo'ldi katta palonlar zotdi. Hozir qarayman. Kim bor? Endi ketganingda foyda yo'q, nima qilasan? Maktab yoshidagi yigitlar zoti 320 ming so'm bo'ldi. Asrbek polvon bilan Buyar polvon. Kattara. Qilib chiqsa kimsa olishma, yiqitib oldi. Otabekka bitta polvon kelsin. Kim? Nima Otabekka? Igor almashtirib, yirtib ket.
Oz qoldi, qo'lini tursang halol bo'laydi. Bo'lmas polvon qani Shahzod polvon. 320 ming bo'ldi marka, mahalliy polvonlar. Yana 20 ming qo'shildi. Halol. Bitta qarsanglar bo'lsin, malades. Zo'r qittish polvon. Hozircha mana shu ikki yigitga bo'lmas o'zini mahalliy polvonlari 500 ming so'm bir ukamiz zot qo'ygan. Bo'ldi hozir. Chekka yozib kelsin bularga. Bitta. Olib kelsin yaxshi. Dillos polvon. Razida polvon. Mashinaga 50 ming so'm zot qo'ying bitta. Ashib bo'lang oda qarang, choping. Tez. Shahzod polvon, aylanchidan. Hosil polvon Tulg'adan. Bo'ladi Solimi. Zohid degan tadbirkor ukamiz hisobidan qo'ygan 500 ming so'm. Zohid aka degan tadbirkor akamizni hisobidan 500 ming so'm. Baraka topsin, tadbirkorning Allohim rivojini bersin. Bitta Zohidga qarsanglar bo'lsin. Amin. Shunday insonlar ko'paysin qishloqqa. Aka, shuni qaraysiz. O'rtaga. Beshkaman tosh kadrlar bo'limida Katta polvonlar kelgan bo'lsa bu tarafga o'tiramiz, katta polvonlar. Hozir ko'rinish beringlar. Beshkaman tosh tashkilotida kadrlar bo'limida ishlaydigan Chaqa mahallasida Sherzod degan ukamiz hisobidan 200 ming so'm solim qo'yildi. Giloyli buxgalter. Hasan oldiga keling. Bular yiqitgacha kurashsin. Bular hech narsa qilmaydi. Tovoqqacha kurashadi. Tovoq qo'ygandan keyin o'zim hal qilamiz nima qilishini. Ha, bular dixaniyazni otdiki deb ikkalasini. Qo'yroq. To'xta. Men qara. Sherzod polvon keling. Ko'rinish bering davraga kassar oldiga. Qishloqda bir uyg'oting. Qishloqda odamlar uxlayaptimi, hali kelmabdi. 100 ming berdimi Shahbaz? Katta polvonlar ko'rinish beramiz, katta polvonlar. Kosonda 51-zonada iskalatchi bo'lib ishlaydigan Yoqubjon Bolmurod degan ukamiz 200 ming so'm solim atadi mana shu kurashimizga. Keling kassar oldiga. Yoqib keling. Qasamir yoqib keting qani? Ikkalasini o'rtaga olib kelinglar. Katta polvon o'rtaga olib quchoqlashtiring. Tahkim. O'tiring. Egildi. Bo'lmasda katta choyxonalardan biri Ramishjon o'tiribdi. Shulkazim 200 ming so'm solim atadi kurashga. Keling, yoqib bilan ikkalamiz birga o'tirgan ekanmiz. Ishlayapsiz, bari ishlagan, biz ishlayapmiz. Kesilsa ikki tarafim kesilsin, keling qani. Mana,
Turib keling, men charchadim gapirib. To'xtab tur. Men choyxonani topshiring. Kurash. Qarang endi ikkalasi. Kurash. Ikkalasi. Bitta qarsaklar bo'lsa mana shu ikkalasiga. Ikkalam O'zbekiston chempioni bular. Keling. Oyog'inda Azizbek polvon. Mudina Azizbek polvon. Bularda Solima 50 ming so'm. Aziz bir chakka kim qaraydi? Ya bir tiqilib qoldi. Bir chakka boring. Ramish yoqib keling. Ya tezlashtirib kelinglar endi bu. Kimdi? Aylanib kurashirsa Elbekcha qayrilmaydi. Elbekda badani toshdan ham qattiq badani Elbek. Qanday qiladi aka? Ibi. Qo'lim chiqib ketdi ya. Fozil aka. Qo'lim chiqib ketyapti, ishlatyapti aka. Halol qilyapti. Fozil aka. Narsada? Yoqib Ravish keling. Ularni bo'lsa qaytadan ko'rib ko'rsa, bular Ikkoz bitta tashkilot tashlaysiz. Mana. Bilamiz. bucha urgatuvchilik qilmagan. Sen o'zi urgatuvchi bosib ketdi bu yoqda. Urgatuvchilik qilma. Men yiqitib bermayman senga endi. Chiq. Chiqin. Endi yiqitib bermayman-ku. Yep. Menga bakovchi urgatyapsan. Urgatib menga bakovchi. Bakovchi, meni baqa azakang bakovchi. Bakovimizda endi nima qilaylik? Ana qo'ydim, endi borib yopishtirib qo'ymayman-ku. Halol bo'ldi maktab tavog'i. Ashulaga borku, Elbekcha. 2 qo'l siray berasiz. Halol bo'ldi. Tushundingizmi? Elbek 2 qo'l. Tushundingmi? Keyin ajratib berasiz. Halollar. Azaka, 2 jo'nating. Azaka. Azaka, 2 ta jo'nating. Ne'mat halol bo'ldi nima? Yavash Otabekka bitta Otabekka. Zo'r qo'yma, kim chiqarmas Otabekka? Maktab zotini bering, halol bo'ldi. Halol kim odami? Kim chiqar Otabekka? Polvon ke. Damondan kikan. Yoqib jo'mayapti-ku. Shahzod polvonniki sof halol bo'ldi. Bundan oshig'i bo'lmaydi. Hayot polvon zotini bering. 550 bersam. Bilmasdan polvonni bor ekan, qaynab turing odamni uyaltirmay. Polvonlar qo'pallashmay olishinglar, qo'pallashmay. Bakal qarang. Yakkabog'dan Pistolda Abdulaziz polvon 50 ming so'm bo'lar solimi. Ke. Oyxonda Azbek polvon. O'ziga ko'ra chiqyapti. Kosandan Muhammad polvon. Bular solimi 50 ming so'm. Qarang. Hozirjon tavoqlarga harakat qilaylik, tavoqlarga. Kunam kech bo'lyapti. Yoqib topib kelolmadim-da. Kim kurashmadi? Oma kurashmagan polvon kelsin. Kurashgan o'g'li bugun hech kim kurashmay qaytib ketmaydi. Faqat kurashmagan polvon kelsin. Yog'oz polvon keladi, ota o'tiribdi. 88-yil ukalarimizdan Mashrab polvon. Kosandan Asabek polvon. Bularning solimi 30 ming so'm o'rtaga kurashtirasiz.
Katta polvonlar tayyorlanadi, katta polvonlar. Tovoq polvonlar. İşlevirkenlerimiz Allah o'z qonati asrasin. O'ylagan, ko'zlagan maqsadlarni Alloh yetkazsin. Uylarida, bankalarda kasal o'tgan kasal bandalarni Alloh shifosini bersin. Qarzdorlarga Alloh najotini bersin. O'ylagan, ko'zlagan maqsad murodini yetsin. Kelgusi Navro'zda o'ynab kulib yurish hammamizga nasib etsin. Allohu akbar. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Ishonboni ham rozi qilinglar. Rahmat, boshlanglar. Qishloq uchun. Bo'ldi. Ikkalasiga 20 ming so'm. Bitta o'zingiz qarang shularga. Anch polvonlarni ajratib yuboringlar voy. Hozir bir joysiz. Qishloqda polvon Suburtog'ini Shahzod polvon ko'tardi. Qishloqda o'zidan. Kurashaman kelsin. Qishloqda Suburtog'i. Qishloqda xabagarchilik yo'qmi? Bitta qarsaklar bo'lsin. Bitta ana baka olib kelib turib, bizlarni hammamizni tovoqdan bermay ketdi degan gaplar bo'lmasin-da. Bitta qarsaklar bo'lsin. Kimsiz? Ya, ayronchidan kelsin deyapti. Gel. Kelinglar 90-yilda. Otabek, kela. Otabek tur. Mana shu ikki polvonchaga Sodiq Maksel ustozidan 20 ming so'm qo'lga olishinglar. Yerasan dod chiqdi. Ozaka. Halal ekan mana. G'ofur polvonni uni yiqitdi vaqtda o'lini. Bering. Nikohga 20 ming pul qog'ozdan bo'ladi. Ana shunday kasring bilan ketaysin desang. Blogerlar kelmadimi? Blogerlar Otabekka. Mashinga kim kurashimizga chiqmay topib deyman. Kelsin bitta. Yillar hisobidan keldimi Murod? Keli aylanib yig'yapti. Yig'yapti. Zotaydi nomiga. Mashina o'ziga. Bitta tovoq qo'yingizlar polvonni. Bitta kamsavol tovoq qo'yingizlar, o'zi oladi. Bormi shu chiqadigan? Mana. Otabekning nomidan bitta tovoq mana. Kurashaman desa, kurashtiramiz, qilamiz, zotini beramiz. Otabek, bir davra aylanib chiqib ketasan, 5 minutda chaqiramiz. Polvonlar keldimi? Xudodan faxri polvonimiz bor, shuni ham chaqiring. Tur. Ana tur. Sen. Tarki. Nima deysan? Bu fikr qani? Bir o'rnidan turgan, o'rnidan tur. O'rnidan turgan.
Mayli boshqa olishasan, tur o'rningdan tur dedim. Olishmaysan, turasan o'rningdan, turasan. Ha, tur. Mana tur o'rningdan sen tur. Turni tur bitta. Mana ko'r. Qaysi bilan olishasan? Men qaraydi, zaling bitta emas-da, joyi bitta. Shuncha siz chaqirdim. Bularda hammasi zali bitta. Bu bilan olishsam, kel, mana. Endi daqiqani hozir eshtinglar palvonlar. Hamma kosonni 90%, hozir palvonlar kelsin. Hozir zalga qarab aytayapman. Xafa bo'lma chiqaysiz. Tushunarlimi? Kurashmagan qarab kurashtiraman. Keyin. Fazl polvon keling, Fazl polvon keling. Tamam. Kasbidan Odil polvon, Kosondan Anvar polvon. Bularni solimi? Cheka o'qing. Bularni solimi Navro'chilar hisobidan 500 ming so'm. Nurdan keling. Shahzodaylarning O'rtaga kurashdimi bular? Keling. Naqshon palvon hisobidan 50 ming so'm solim keldi. Shahrizod bormi? Chiqadigan. Murod yoz. Naqshon palvon. Zokir kerak. Uyluq kel. Ikkovi kurashgan edi, bir kurashtirdik ikkalarni. Rahim Jiyonni hisobidan 200 Hozir ming so'm. palvon keldi marta qarsanglar bo'lsin. Qashqadaryoning eng faxriy palvonlar Shirali Jo'rayev, Fazli Mo'yli klublar bitta qarsanglar bo'lsin. Hozir Qashqadaryoning bu palvonlar o'zi 40 ga kirdi-da. Umr uzoq bo'lsin. Mana shunday o'qimay qo'yamiz-da. Keling. Hozir bir minut. Tovoq. Zot bering, kattaroq zot bering. Mo'ylikul polvon Kosondan, Zokir polvon Kosondan. Ikkalasi ham O'zbekiston chempioni bular. Bularning solimi 600 ming so'm Navro'chilar hisobidan. Bitta qarsanglar bo'lsin. Yaxshi kimono kelib chiqasa ekanlarga. Bularga qaraydi. Mana ilan qo'yaring bakovul ayronchilik. Keling o'zingiz. Aqcharaga o'z qaraysiz. O'rtaga kurashtiring. Ikkalasini. Yaxshi kimono kelib kelinglar. Jo'ra palvon keling davraga Jo'ra palvon. Qishloq sug'ur tavog'i. Palvonlar kirib kelinglar o'rtaga. Qishloq palvonlar qani? Aytib kelib kelinglar. Keyin tanishtiraman. Birdan kurashasiz. Nima demoqchi ekan bo'lvar edi demak. Ishtonlaringiz bo'lsa tilga kelib kelinglar. Qaytaryapti. Dasturxoni to'kin sochin, tepasida turna aylandi Allohning mo'jizasi bilan. Qarsaylashinglar ayronchi xalqi. Shunday insonlar ko'paysin. Uyda to'ylar bo'lsin. Abuxoni qara, Xudo bergan Abuxoni. Meraki bo'yapti, meraki. Shunday. Anvar polvon tezlashtiring. Demak o'sha palvondan bo'lvar iltimos sizdan. Buni ittalabgacha olish bo'ladi. Bakovul shunga qarang. Bo'ldi. Palvonlarni qo'yamiz. Tovoqlarni olib keling. Palvonlar hammasi kelib bo'ldi. Obaring tovoqlarni. Jam oling. Qog'ozini keyin berasiz, tovoqni olsin. Nima bo'ldi palvonlar? Donidan bir tuz yesin. To'xtang, bir minut to'xtab turing. Tuzidan torting bo'lmas, tuzidan. Birinchi tovoqni oladi.
chekini keyin olib kelasiz. Chekin tanishtirguncha. Birinchi tovuq. Islom polvon bo'ladimi? Bo'ladi. Bitta qasam bo'lsin. Bo'ladi. To'rapon o'tiring joyingizga. Tez suv ichib keling. Islom polvon bilan kurashadi. Qarang. Akmal tur o'rnidan. Akmal tur o'rnidan. Turgun beri hammasi ko'rsin. Tur o'rnidan yeb qo'ymaymiz tezga. Akmal polvon degan bitta qarsa chaqsin. Bu muborakdan qarlardan bitta qarsa bo'lsin. Birinchi to'g'ri kurashadi. Akmal bitta gap eshit. Mana ustozing ham turibdi, bizlar ham ustozingiz yana. Ustozi o'zi o'lsin, ustozi gapi o'lmasin degan. Shunday. Eshitdinglar? Bitta eshit Akmal, bitta eshit. Yana hammasi ko'rsan, Bahrom qo'yadi ko'rsan, hammasi ko'rsan, bitta eshit. Tushundingmi? Ikkalang hali to'yga kurashmadi. Musobaqani ko'r, to'xta. Hal kurashyapti. Ne qara. Polvon 10 daqiqadan charchamaydi. Bitta qarsanglar bo'lsin. Eshit Akmal. Eshit. Mayli, shu bugun kurash. Mana to'xtab tur. Bitta bir marta gapdir. Polvon bitta Islom qaytib kelgan. Akmal kurashmaysanmi? Davron chiqib ketdi. Islom bilan aka bizni hurmat qilmagan, biz hurmat qilmaymiz, biz ustozmiz. Ustozni o'zi o'lsa, so'zi o'lmasin aka. Ustoz otangdan ulug' degan. Rahmat aka. To'g'ri qilasiz. Endi ikki joyda, bunaqa polvonimiz, polvon bo'lsa, bir xil to'yga borasiz, kecha Hamid polvon kurashdi. Odamlar chopib tarqasdan kurashtirib o'tadi, yiqilsa mana. Mana bunday joyga nima qilish kerak-da? Davrani katta kichigi bo'lmaydi. Katta davrani bunday bo'lganda kichikroq zo'ri bu degan. Sen bilan kim kurashadi? Qamoqdan Botir Ali polvon. Kasbidan Jo'ra polvon. Bitta qasinglar bo'lsin. Ichana bitta pul tashla. Tashlamayman chiqasin. Tashla qaysin bo'lsin. Kim kurashadi? Botir Ali. Bo'ladimi? Bo'lsin. Kel Botir Ali. Botir Ali kel. Bitta qasinglar bo'lsin. Allah omadang bersin. Oralabda kiyinib kelamiz. 3-o'rinni egalladi. Bahrom bola 3-o'rinni egalladi. Bahrom bola oling. Oling Bahrom bola. Tashlang Jo'ra bola. Kasbidan Jo'ra bola ko'rishing akalar. Ikkinchi tovoq. Amin. Ovozdan ko'rishing. Qattiq qarsanglar bo'lsin. Qarsanglar. Qattiq e'lanmaydi. Mana palvonlar bizga e'lansin-da. Nima qiladi u? Eshit. Aka uka ko'chada, mayli kurashmayman-da. Ha. Qaradim ne narsada mana Sherbek Qashqadaryoni 81 kiloning eng zo'r palvoni. Sherbek, Arslon bular legenda 1 numar palvon. Respublikada Qashqadaryoda emas, bu respublikada. Tushundingmi? Bitta Sherbekda qarsanglar bo'lsin. Sherbek palvon tovoqni oladi. Eshit. Bu yerda hammasi anol palvon ekan-da. Qazi palvon viziti to'g'ri kelmaydi. Ha? Men kim bo'laman? Azza kim bo'ladi? Akang bo'lmaydi, deng, akang bo'lmaydi. Tushundingmi? Akang bo'lmaydi. Akang uydadir yoki boshqa narsa, hamma og'ayni bo'ladi, to'g'ri keladi. Og'ayni bo'ladi, yoki ishlashmayapsa to'g'ri keladi. Aka nima deydi? Akangni ahmoq qilayotganda, bilibsanmi? Islom Zohidni bilan qanday olishdi o'sha kuni? Oldiga Kirishsanmi? Taqdirlar. kurashning kuchroq. Tovoqni Sherbek oladi. Sherbekning joyi bu. Chiroqcha bo'lsa sen olasan tovoqni. Tushundingmi? Yo'q boshqa palvon o'zi qaysidan qo'yadi? Ikkovini qo'ying, mozilaga. Kirishsanmi? Boshqa zoqtir chaqirsa bo'lmaydi. Yo'q, ikkoviga. Bas. Sherbek Tashla qo'lni tashla. Qodir bosh tashla. Tashla ekan boshqa. Tovoq sen olsang bo'ladimi? Endi Sherbekda joyida bu, mayli chiroqcha bor Sherbekni to'g'ri kelmaydi, mayli. Nima deysan? Sen chiqib kelmayapsan, chiroqchilik uchun majbur bo'layotgan ekan. Ko'p palvonlar seni chaqirmaydi. Sen chiroqchiga chaqiryapsan. Yilga bitta o'yin ko'rsatinglar, sizlar anolarga kerak emas. Tushundingmi? Yaxshi zotini beramiz. Ko'rish, Sherbek ko'rish.
Tamosha qilib. Olmaydi. Xo'p, demayapti-ku. Yaqinlash. Yaqinlash ekan bo'ldi. O'zi gapirib bo'ldi. Qodir ol. Qodir. Hayla Qodir, hayla. Ikki bir oldiga. Zokir. Zokir. Farang bormi? Meliqul polvon. Hozirga Qosondan Zokir polvon. 4-5 qosib oldi. Qosondan hozir. Bularni solimi 600 ming so'm. Bizim bular solim, mang. Mahalla polvonlardan. Mahallaga qo'yaman deganlar bo'lsa, yana kelaversin. Faqat menga shu qo'l tirab qolganda bu taqmaya bo'ldi. Boshqa Otay bola hech kim chiqmaydimi? Otay bola chiqadigan yo'qmi? Polvonni solimi berish, shuni halol. Bitta qarsaklar bo'lsa Otabekka. Davronni, Davron turtatishdan o'zi bo'lmaydi. Zotini bering polvonni. Qizil yaktayli polvon aylansin. Bakal bu. Shunga bitta tovoq qo'yamiz deyapmiz, niyat qilyapmiz. Shahrski. Shahrs bolaga bitta kesin. 500 ming so'm. Shahrs polvonga bitta 500 ming zot yozing. Super tovoq kim bo'lsa chiqsin. Bo'lmasdan chiqqan Po'latdan piston. Mana Shahrs polvon uchun bitta Shahrslarni ol. Kim bo'lsa chiqib kelasan. Faqat 20 minut kutib turadi, polvon kelishi mumkin. Akbar aka. Seni men so'ramayapman, xalq so'rayapti. Hozir. Yani yerda baldog'ini so'ramaysanmi? Olaman bir kesin. Olim polvon ketdi, bir kesin davraga chiqdi. Polvon kelganmi? Sen qishloq polvonlariga. Blogerlarga ham qarsaqcharim, bloger uka bugun ko'raylik YouTube'da buni. Gitlariga alim degan ukamiz narida 50 ming so'm qo'shildi. Bakani e'lon qiling. Mahalliy polvonlarga. Ketmaydi. Bugun alishtiramiz yo'ran qanday qilgan. Qaysinga bitta polvon kelsin-da. Otabek qani? Otabekni oldi bir chaqiraman, polvon topolmayapti. Otabek tez chiqib oldimga. Eng zo'r polvoni. Bu YouTube'da hamma fiziklarda quroli Tayson Sardor deydi. Bitta qarsaklar bo'lsin. Bizlar bo'yicha O'zbekiston chempioni. Bu ham sport kanali 24 UzReport hamma kanalni quroli Otabek polvon. Faqat televizordan chiqadi, endi misol qo'yilyapti. Oldin faqat zuborda bergan. Bitta qarsaklar bo'lsin. Ikonomda siz Azotovking. Juda chiroyli kurash bo'ladi. Illarga qani? Illarga bir kelinglar. O'rtaga keling. Illarga bir kirib keling baqa. Bitta shunga bakolik qilib bering o'zingiz. Illarga bitta qasali bo'lsin, kasbidan keyin xizmat qilyapti shaqa. Zo'r kurashga vaqtida. Halol, haromi illargan bo'yniga. Hamma rozimi? Bularni solimi? Otabek polvon. Qosonni polvoni. Qashqadaryoning o'ri. Tayson Sardor deydi buni. Qamashin polvoni. Bularni solim 500 ming so'm. Yana qo'shamiz. Nagirlar aka. Juda chiroyli kurash bo'lsin. Shahzod polvon. Anish polvon jo'natdi, baxtkisin. Tezka. Hozirga. E'lon qilmang mahalla polvoni. Mahalla polvon. E'lon qilamiz. Bitta Shahzod polvonda qarsaklar bo'lsa mahalla polvoniga. Shu polvonni o'g'illari
Sog'lig'ini ber 600 ming so'm. Kel. Mana shunga kosondan palvon kelsin. Azaka. Bang, siz ikkalasi qarang, ikkalasi shogirdingizsiz. Siz o'tirishda turibsiz. Kimniki? Zotini beradi bular. Mana shu o'rtaga kurashamiz Tiras aka. Puani berib chiqib ketaylik ikkovlariga ham palvonlarga. To'g'ri, ikkalari omondan bersin. Kesin, Ruzniki. Mana shu Ruzi palvonni bitta zo'r kesin. Kim kurashadi shu Ruzi palvon bilan? Kosondan kesin Ruzi palvonga. Kim bor? Mana Shokir aka bitta turib. Ana u qani? To'xtanglar. Kim bo'ladi? 1 minut. Az 1 minut aka. Bunga bitta zo'r Shohrux bilan juda ko'p kurashdi ikkalasi. 4 uyda bir kurash boryapti-da, ekan. Necha boryapti. Boshqacha o'zgartiraylik. Jo'nat bo'layapti. Ana u. Yo'q, turib. Yashang, izlay kirib ham shunday qalpoqda yuribdan. Quvonch. Quvonchga bel bog'di ber. Qashqadaryoning hozir eng o'sib keladigan yosh polvoni Quvonch polvonda qarsaklar bo'lsa shu yigitga. Juda aqlli, juda yaxshi polvon, juda o'zim ham hurmat qilaman. Mana shunday Qashqadaryo polvonlar ko'paysin. Birorta odamda bor-ku, yo'q demagan shu inson. Juda aqlli polvon. Abbos aka Mardonovni soy polvonlarda shogirdi bo'ladi. Quvonch bordi bu quroli. Bitta qarsak bo'lsa Rus polvonga. Ikkoviga bitta zo'r zot olib keling. Omin, omadanimizni ko'rishinglar. Kiyinib kel o'zi. Yaxshi kiyinib kel. Qara buni kiymasini ko'ryapsanmi o'zi? Sizlarni yaktaklarga biz jalb qilmaylik. Raqibini jalb qilmasin. Shohris polvon bir aylansin. Keling. Shohris polvon. Shohris kel. Shohris polvonga talabgor bo'lmasa bakovul bu. Ya hali Shohris polvon hozir chaqiramiz, o'tirib. Javohir polvon Kosondan, Muhammad polvon Qamashidan. Aka keling siz. Azaka. To'xtang, Azaka sizda qo'y ana zot, ha? Bular. Xudo Azaka beraylik. Azaka shunday burchakka kurashtiring. 500 ming bilan solimi. Azaka qaraydi. Sherbekka. Qodirga. Bitta zal polvoni chiroyli o'yin qilib beradi. Rahmat sizga. Blogerlarni Umuman Shohris polvonni sotib beramiz. Kim kurashmaydi Shohris polvon bilan? Shohris polvonni zotini bizda xolos Shohris polvon. Oling. Bitta qarsaklar bizda Shohris polvon. Shohris polvon. 5 qil so'rab bering, Nurdin aka. Kurashsin, 5 qil kurashsin. Buni qilamiz. Palvonlar bitta qarsaklar bo'lsin. Qarsak bo'lsa yiqitadi bular. Qarsak bo'lsa kurashmay qolgan hozir bular. Usta Husniddin ham 50 ming so'm solim atadi. Mana shu kurashga. Rahmat, tovoqlarga qani qo'shamiz tovoqlarga. Qo'shish kerak. Bitta homiylarga bitta qarsaklar bo'lsin.
Rahmat sizlarga. Uyda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Faqat yaxshi kunlarga kelaylik. Uzordan imlayapti menga 50 kam deyapti, amaki 100 atadim deyapti. Qo'li bilan ko'rsat. Geliyorsunuz önce kesan aldı ya. Bahadır buna üstüne dön. Kelin. Kurashimiz qanday bo'lyapti? Chiroyli bo'lyaptimi? Bitta qarsaklar bo'lsin qanim. Rahmat sizlarga ham. Akbar, mana mehmonni jo'natishga. Kim kurashadi shu bilan? Kelinglar shuni Bahadır. Biraboz. Vaqtni berib qaytib keling. Sizlar biroz uzatdingiz. Vaqtni berib biraboz keling. Biraboz kel. Alo, yerga qarab kelamiz. Biz bor. Yuridiskini tugatib kelib ish faoliyatlarini olyapti. 200 ming so'm solim qo'shdi mana shu kurashimizga zot. Keling Albosjon. Dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni, O'zbekiston kubogi g'olibi, xalqaro turnirlar g'olibi, O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Bahrom Polvon Kosondan bitta qarsaklar bo'lsin. Ukamini solimi, ikkinchi to'p. Bir qo'chqar 700 ming so'm. Bir qo'chqar 1 million so'm. Bitta qarsaklar bo'lsin. Amin. Omadan bularga vakolat qiladi. Isming kim baqi? Ismingda. Ilaga o'zingiz vaqt keling. Yo'q, aziz emas. Keling o'zingiz. Sof halol bo'ldi, sof. Ilaga bitta o'zingiz qarang. Ilaga almashing. O'zingiz vaqt keling. Bir minut keling siz. Ilaga almashing. Kel. Ro'zibek kim olib kel? O'zi kelyapti. Kasbi bilan Koson bitta joyda o'tirishadi. Shunga ulanib, qo'shilib, hozir Ertaga kurash olishamiz endi. bugun kurashdan or uchun kelyapti. Bitta qasa tashla. Bo'yinxon bu yoqqa keling, Bo'yinxon. Bularni zotini olib kelib qo'yadi. Ha. To'g'ri qilib tishtiramiz. Farqi kechacha kurashgan. Qo'yash vaqti qolmasa bo'ldi. Projektor yoqamiz. Ha, projektor yoqamiz. Hiç o'ylamanglar. O'tirishadi. Tezkor o'zi zoting berib kel. Hech kim kurashmay qaytmaydi bugun. Kurashmaganlar bormi? Bitta pazi ko'rib qoldi kurashmagandan. U ham kurashadi hozir. Mahkam bo'lamiz deb. Tyson. Sada Tyson. Ke Tyson. Tyson ki. Ve baş Tyson'da qarsaklar bo'lsin. Qashqadaryoni Samarqandga boradimi? Surxondaryoga boradimi? Shu bola yiqitib kelyapti. Hozir Qashqadaryo eng oldi bo'ladi. Bu Tyson Sardor degan ham shu kishi bo'ladi. Qamashidan. Qishqo'rg'on Kosondan. Bularni solimi. Opking uzat. Yana zot opking ko'rasiz.
Mana shu muboraklik Akmal palvonga bitta tovoq qo'yyapmiz. Akmal palvon chiqing. Otabekdan o'ziga xushsiz palvon chiqdi. Bularni solimi 400 ming so'm. Kim boshqa qo'ydi? 600 ming so'm zot qo'yildi. Akmal palvon keling. Nima bo'ldi palvon deylar ekan? Halol pul palvon zotdan bering. O'zi bo'lsa chiqsin. Yillaka mang. Yillaka. Ikkalasini qarang, 400 ming so'm bor. Hozir ikkita sinflar 600 ming so'm zot qo'ydi bitta tovoq. Shu Akmal degan muborakli yigit olishib ketsin dedi, shu tovoq shunga bering chaqirib. Hozir Akmaldan olishadi, hozir palvonlar kelyapti. Hozir Tovoqni olsin. bo'ldi. Akmal kel. Akmal palvonga bitta tovoq qo'ydi, Akmal ko'tardi. Kim chiqsa olishtiramiz. Amin. Paz palvonni bir kelsin. Chekini hozir cheki turib tursin. Akmal tovoqni o'zini olib kel. Chekin chaqiramiz. Paz palvon qani? Yana bitta tovoq qo'ying, Paz palvonga ham qo'yamiz. Palvon kelmasa, ikkovini majburan qo'yaveramiz. Paz palvon kelsa men oldin bir. Bitta tovoq qo'ying buyoqqa. Olib keling bitta tovoqni. Tovoqni olib boring. Navsha olib boring. Paz palvon tovoqni qo'ying. Paz palvon keling. Palvonlar xafa bo'lib ketmasin. Bo'lmas yiliga bor olisholmay ketdi demasin. Olishsin, tovoqni ko'tarsin. Hozir palvonim Oling pan. Hech kim xafa bo'lib ketmaydi bu yildan. Hech kim xafa bo'lib ketmagan ekan. Bitta shu yilga qarsaklar bo'lsin. Rahmat. Baraka topingizlar. Kelasi bundan ham chiroyli kurash bo'lsin. Ro'ziki. Uch kun so'rab bering, quchoqlasak quchoqlashtirasiz. Ikkalasini. Yana bir qo'l, ikki qo'l bo'lsin. Ikki qo'l berib quchoqlashtirasiz. Birinchi tovoq kelamiz. Islom palvon. Botir Ali. Ro'zi palvon qani kurashadimi? Ro'zi palvon, kurashmaysizmi? Yo'q, kurashmaysanmi agar? Abdurahmon Mironov bir kelib ketdi. Abdurahmon palvon. Taysonni olqishlaylar, Taysonni. Shirdorni bitta Abdurahmon palvon bir kelsin. Men o'ziga Shirdor o'ziga chiqaman. Abdurahmon suv ichib kel. Qodir Ali palvon. Yerda qarsalarsa qo'ymaysan. Halol palvon aka. Halolga. Taysonni qarsalar bo'lsin. Tayson. Sog' salomat bo'lgin. O'tiribdi. Sen ham kel. Yelkangga qo'ymasin. O'tir. Qaysi bilan qarashsan? Ha? Nima deyman? Yo'q, men qancha qo'ydik? Qashqadaryoni Murod ikki kurashgan. Birinchi ha? Murod mayli. Qaysin? Katta kurash bor. Eshitamiz palvonlar. Islom palvon Kosondan Osiyo chempioni, yoshlar bo'yicha jahon chempioni prizori, xalqaro turnir g'olibi, xalqaro toifadagi sport ustozi Islom palvon Kosondan bitta qarsaklar bo'lsin. olqishlaylar palvonlarni. Botir Ali palvon Qamashidan kurash bo'yicha O'zbekiston chempioni, xalqaro turnir g'olibi, sport ustozi bitta qarsaklar bo'lsin. Birinchi tovoq. Bir
qo'chqor 1 million so'm. Bir qo'chqor 1,5 million so'm. Bitta qasam bo'lsin. Amin. Omondan. Rahmat. Shu qishloqning odamlariga rahmat. Bularni o'rta kurashamiz. Aziz aka. Yigitlar, havoda bu. Ikkalak Oda yo'qki. Mayli, olishni bittadan olish. Oxirigacha kurashasan. Sherbek ol. Bo'ldi, qichoq ko'pmaysa, oxirigacha tutigacha kurashdan bog'lanishlar. Yiqitish kerak. Palvonlar, tovoq palvonlari. Tutigacha kurashsan. Quchoqlashmasa, quchoqlashaman degan quchoqlashtiramiz. Qahramon palvon keldimi? Kosan Qahramon palvon. Jalol palvonchi, Kosan Jalol palvon. Isa va Jalol palvon yo'qmi? Aka, ustidagi hakam mendan ham kuchli hakam-da. Xalqaro taraf hakam. Bu eng zo'r hakam bu Qashqadaryoda. Mana qarash, ko'rasizmi? Ha, mana qarang, ko'rdingizmi? Aka, meni qadamim yaxshi. Qayoqqa borsam yiqilib ketishni ko'rmayman palonlar oldiga. Bitta qansolar bo'lsin. Aka, mana shu Javohir polvon, Qosan polvon. Tushundingizmi? Bitta qarsa bo'lsin. Agar bo'ldi, sizni hisobingizga 100 ming qo'shib berasiz. Boring. Javohir qaytib kelsa akalar qilsa. Bitta qarsani bo'lsin akalarga. Dotini olib kel akalar oldiga. O'zi nimaga? Alim 100 mingni berib yuboring. Javohir, Nega tishlar lazim? Javohir. Zotini olib kel. Agar kurashamisak, anaqa qilamiz. Agar erta kurashamisak mayli agar. O'zi o'tirib turamiz. Javohir kel bu yoqqa. Borani 100 ming beraman degandan o'shandan 100 olib kel. Ertaga kurashsan ekan. Bo'ldi, ertaga kurashadi, bo'ldi. Ro'za ertaga kurashasiz. Yetay mahallasidan 100 ming so'm Hasan akamiz solim qo'shdi. Baxtiyor polvon mana yozdirib qo'ying. Yetay mahallasidan tadbirkor akamiz Hasan akamiz. Alim 100 ni berib yubor. Poyni hozir beraman deyman. Aka, yigitni o'zi bo'lsin, so'zi bo'lmasin aka. O'zim beraman agar. Man Javohir qani akadan borib duo olish akadan. Xudosa o'g'illarıngiz, jiyanlaringiz, nevaralaringiz ana shunday polvon bo'lsin. Mana bu yurganingizda saqqol qo'y 70 akaga bayda osh payti, shu nevaralaringiz kurashayotsin. Olib kel. Har bitta gapga farishtalar ovmin deydi-da. Har bitta gapga. Javohir ashi yigit qo'lda olganda qo'liga bir tuflab olgan polvon bo'lsin shu yer. Mana Javohir bor. Shu aka, akani qo'lidan bor aka. Yaman shu yigitdan qo'l beryapti. Nevarangiz Javohirday polvon bo'lsin aka. 70 yoshga kirganda shu payt hassasiyani borib qo'llanib turadi aka. Rahmat aka sizga. Qo'liga tuflab ol. Marta odam bitta bo'ladi aka. Rahmat. Pulni kim beryapti? Kimni balasi bo'lyapti? Zaman chopasinglar. Qani Qodir. Quchoqlashmayman dedi. Takarda kurashaman. Qodir chiq. Tezlashsa, tez suv ichib ol. Bir choyni choy qaynatib qo'ysangizdan birodarlik xarajat. 85-86 yil ukalarimizni sha'niga bir qarsoq bilan bir baqirib qo'yinglar, rancha
Buyur ol. Birinchi to'g'rilarni bitta qo'llab turaylik, bitta qarsaklar bo'lsin, kurashmayapti bular. 200 to'g'ri ham olishmayapti. Xalqdan jalba ko'p tushyapti, xalqdan jalba. Ha, Islom polvon kosondori qaynab olishi. Qarsaklar bo'lsin bularga. Qarsaklar bo'lsin, kosonning polvonlar. Hammasi ham qarsak bo'lsin. Akmal polvon bir chiqib aylaning. Qahramon keldimi, qahramon polvon? Hali. Kurashmagan polvon qoldimi? Birinta ham qolmadimi? Kim bu? Norozichilar yo'qmi? Bittasi 85-86 yillarga bitta qarsaklar bo'lsin, bitta chiroyli kirish o'tkazyapti. Rahmat sizlarga. Hech kim qolmadi bunaqa kurashmagan odam. Lutfulla ukamiz ham mana shu Navruzda 1,5 million so'm savdo qildi. Tadbirkor ukamiz, do'konchi ukalarimizdan 100 ming so'm solim atadi mana shu Navruzga. Jo'nating 100 ming Lutfullajon. Qarsaklarni chalib qo'ying, qarsaklarni. Ana shunday tadbirkor do'konchilar ko'paysin. Elimizda obro'yi, hurmati qaytarmayapti hech qaysi. So'tlayapti, birga boryapti marojagacha. Qodir qani? Qodir birinchi to'g'ri polvonlarcha ko'cha chiqib ketmaydi-da. Qodir chiq. To'g'ri aylan. Mana shu qishlog'imizda ichki ishlarda ishlab boradigan Jon degan ukamiz bor, 100 ming so'm solim atadi mana shu kurashimizga. Keling otajon. Mana aytganim 100 ming, 200 mingga berib ketaveramiz, bunga umuman farqi yo'q. Kassaga olib boring, Murodjonga yozdirib keting. Shukur degan ukamiz ham bor. Aka-uka bo'lib juda qarib qolganmiz. Shu ukamiz ham 100 ming so'm sotadi mana shu kurashimizga. Bir dasturxondan yeymiz. Keling Shukurjon. Ha, formalliklardan pul olaylik ham, qanday bo'ling? Keling. Endi duosi juda bir podpolkovniklar bu yering. Ichki ishlar vazirliklarida ishlayvering. Keling Shukurjon. Nasib bo'lsa Shukurjon akamiz pensiyalarga chiqsin. Pensiya pulini nasib qilsin. Rahmat akaga ham. Shohruxlarni otini Shohruh deb noto'g'ri qo'ygan, qaytmas polvon deb qo'yish kerak. Ular 100 ming, 200 mingdan qaytmaydi Shohruxlar.
4 yil 5 yildan beri shu mahallada faoliyat olib boryapti. Birov bilan aka, birov bilan uka. Olib keling, Shohruxjon. Bo'lmadi. O'z qoldi. Qodir chiq, Sherbek chiq. Mubarayli Akbar Palvon zoti 700 ming so'm bo'ldi, tavoqda olgan. Talabgorlar bo'lsa, chiring Akbar Palvon aylaning davrani. Jo'ra polvon bilan Bahrom polvon zo'r kurashyapti ikkalasini. Qancha qasalar bo'lsa bu ikkalasiga. Malades, bular ikkalar juda zo'r kurashyapti. Alloh omonlik bersin. 100 ming so'm. Shukurkamiz qildi. Bugun qishloqdan kechgacha zot keladi. Hali qilmaydi. Hali quyosh 1 soatdan keyin botadi, o'ylamang. Zotga muammo yo'q, palvonga muammo bo'lib qolyapti. Shunday. Chiqing olishing. Mana zot olib shu ertalabgacha kurashmasam zot to'xtatmayapmiz. Otajon shukur jo'nat. Ida ko'ray. Suvda olib kelay. Birinchi kitob kurashamiz polvonlar. Bular yo'q. Ayronchilik lider taksistlar nomidan Niyoz ukamizam 100 ming so'm zot atadi mana shu kurashga. Niyoz polvon keling. Men ham ayronchilar Navro'zda nima deman? Borayotgan uyga. Ho. Ishlaydi. Ta'lim yomon xursand bo'lyapti nima gaplarim. Mayli, Navro'z bayram bor tugatay.
Ular yiqitdi ekan-ku. Qo'yir polvon. Shukurjon ilarga ovoz qattiq chiqsin bularga. Birdan nima bo'lyapti polvonlar? Otajon Shukur savdo 100 ming berib. Oxiri bo'lin tezlashtiring. Bahrom polvonga bitta qarsaklar bo'lsin. Qasonni o'g'ri. Polvonlarimizga Allohim ishlarga rivoj bersin. Farzandlarimiz baxtiga, elimizni baxtiga shular donlar sog' omon bo'lib, butun O'zbekiston faxrini yurtga tanzadiya, tantishlarik Alloh yetkazsin. Shu Navro'zga urashishsin. Doim bir-birimizni yaxshi kunlar ko'rdik. Bo'lmasga yaxshi kun keldi, sizlarga yaxshi kunlarga boraylik. Hammalar ishlari omon bo'lsin. Alloh yorsin. Amin. Allohu akbar. Oy kimsa omon bo'ringlar, sog' bo'linglar hammalari. Polvonlarga hammaga rahmat. Bitta qasamni. Bironta odam turmadi. Rahmat sizlarga. Kelamiz polvonlar. Az bo'lib yo'q. Rozi bo'lasiz. Akbar bo'lib qani? Akbar kim? Akbar, bak. Sherbek bilan Qodir kesilmay oldimga. Ikkalasi. Sherbek polvon Qodir, Akbar rozi bo'lasan. Duoni ol. Sherbek ke. Qodir. Ravshan, oldib to'smanglar. Qodir polvon bilan Sherbek polvon bir kesin. Sherbekka. Sherbek ke, Sherbek. Qodir. Bek. Bura polvon ki. Sherbek. Bunaqa kurash bu keyin ekan islom polvon. Bilan kesin. Bering. Bana bu ikkalasini qo'chqor Mana sizlarni analizni bitta bering bular birga.